Qadr kechasida albatta o'qilishi kerak bo'lgan namoz va duolar. Qadr kechasi nima qilamiz deb so'raladi ko'pchilik. Qanday nima ibodatlar qilasiz? Bu yerda maqsad o'zi tong ottirish. Maxsus bir ibodat yo'q. Mana buni qiling, ana buni qiling yo'q. Man qoma deyaptilar payg'ambarimiz alayhisalom. Qoma degani uxlamasdan tong ottirish, ya'ni ibodat qilish. Duo qilasizmi? Tasbih aytasizmi? Qur'on o'qiysizmi? Nafl namoz o'qiysizmi? Qazo namoz o'qiysizmi? Nima qilsangiz qilingki, mana shu kunda faqatgina amal bilan, ezgulik bilan, xayri barakali ibodat bilan o'tkazing. 1000 oy boshimizni sajdaga qo'yib turmasdan qilinadigan ibodatdan yaxshiroq savob topamiz. Farishtalar Laylatul Qadr kechasi yer yuziga tushib shu qadar to'lib ketar ekanki, aytar ekan bizga joy qolmadi deb. Suvlikka tushinglar der ekan, suvga ham tushar ekan. Unda ham joy qolmadi desa, ustma-ust bo'linglar deydi ekan. Shunday darajada farishta ko'pcha. Qadr kechasini topishlikka musharraf bo'lsak, demak birgina qadr kechasini topganligimiz 1000 oy ibodat qilgandan afzal bo'ladi. Ya'ni 83 yil. O'zi tasavvur qiling endi. Agar 10 yil umr ko'rganimizda har yili qadr kechasini topsak, demak bu degani 830 yil bo'ladi 10 yilda. Akalar, opalar, biz ham uyimiz bitishiga yordam beringlar. Umrbod duo qilib o'tamiz. Hammalarning kirib kelgan Ramazon oyidan shu oyda shu bolalarga uychalikni botladik. Ro'za kunlarida savob bo'ladi. Mana shu qizimga yordam beringlar, uylarini bitirishga. Ukam, sizni oldingizmi? Meni orzuyim shu uyimiz bitib qolishi. O'zimiz uyimizda yashash. Aka, opam uyimizda yordam beriga duo qilaman. Ramazon oyida savob keltirdik bo'ladi. Bu oyda bergan ektanimiz 1000 baravar yoziladi. Shu uyga bitta git operataydan jannatda uylar bo'ladi. To'liq ma'lumot uchun +996 778 bilan 52 400 mana nomerlarimizda WhatsApp, Telegramimiz bor. Alloh azza va jalla bizga mana bu Laylatul Qadr kunini berdi va buni xabarini Qur'oni Karimda bayon qildi. Estaizu billah. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Ya'ni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga aytibdiki, albatta biz Qur'oni Karimni Qadr kechasida nozil qildik. Qur'on Laylatul Qadr kechasi nozil bo'ldi. Va ma adraka ma Laylatul Qadr. Sizga Laylatul Qadrni nima anglatdi? Ya'ni Laylatul Qadr deganda nimani tushunyapsiz deyapti payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga. Alloh taolo o'zi aytib, Qadr kechasi Qur'onni nozil qildik deb yana o'sha qadr haqidagi ma'lumotni Rasulimiz alayhisolatu vasallamga savol tariqasida berib, sizga ne anglaturki bu Laylatul Qadr deyapti. Va orqasidan Alloh azza va jalla o'zi javob berib, Laylatul Qadr xoyrun min alf shahr. Qadr kechasi bu 1000 oydan yaxshiroqdir dedilar. 1000 oydan yaxshiroqdir. Yana bu kechani fazilatlarini aytib Alloh aytadiki, tanazzalul malaikati var ruh. O'sha kuni osmondan barcha farishtalar va ruh, ya'ni Jabroil alayhissalom ham yer yuziga tushadi. Qarang, fazilat. Bi izni robbihim min kulli amr. Bular tushganlarida o'sha kechada Jabroil alayhissalom va farishtalar Parvardigorning izni bilan tushar ekan, yil davomida qilinadigan ishlarni rejasi bilan yer yuziga tushadi, osmondan yerga. Yil davomida qilinadigan ishlarning rejasi bilan. U kecha tong otguncha salomlar bo'lsin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ertalabgacha salom bo'lsin. Ya'ni ushbu oyati karimani nozil qilar ekan Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga sizni ummatingizni umrlarini qisqa qilib qo'ygan bilan Qadr kechasini berdi deyapti. Kelib Jabroil alayhissalom xabar qildi. Alloh oyatda buni bizga bayon qildi. Jabroil alayhissalom orqali payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam orqali bizga bildirildi azizlar. Demak bizning umrimiz qisqa. Agar biz mana shu qisqa davrimizda har doim Qadr kechasini topishlikka musharraf bo'lsak, demak birgina Qadr kechasini topganligimiz 1000 oy ibodat qilgandan afzal bo'ladi. Ya'ni 83 yil. O'zi tasavvur qiling endi. Agar
10 yil umr ko'rganimizda har yili qadr kechasini topsak, demak bu degani 830 yil bo'ladi 10 yilda. Ana endi o'zingiz hisoblang, agar 20 yil yashab topsakchi, 30 yil, 40 yil topa olsak, demak biz qisqagina umrimizda mana shuncha umrda qilinish kerak bo'lgan barobar bo'lgan savobni topib olamiz. Ana shuning uchun ham qadr kechasiga juda e'tibor berishimiz kerak. Mana qadr kechasi o'zi asli nimasi bilan qadrli bo'ldi? Eng birinchi azizlar, qadr deganda ulamolar har xil aytadi. Aytadilarki, qadr deganda bu taqdir so'zidan olingan. Ya'ni o'sha bir yillik insonlarning taqdiri rejasi bo'ladi deydi. Va yoki bo'lmasa qadrlidan ham olingan deydi. Ya'ni o'ta qadrli kecha bo'lganligini e'tiborga olinadi. Nimasi bilan? Eng birinchi shu kuni Qur'on nozil bo'ldi. Qur'on nozil bo'lishligi bilan bu kecha qadrli bo'ldi aslida. Va bu kechada farishtalar osmondan tushar ekan. Jabroil alayhissalom ulug' farishta, bu yerda ruh deb keltiryapti Qur'onda. Asli Jabroil alayhissalom nazarda tutiladi, tafsirda shunday beradi. Taylar o'sha ruh so'zini ostiga Jibroil alayhissalom deb yozilgan tafsirda. Jabroil alayhissalom payg'ambarlarga vahiy olib kelgan farishta hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam so'nggi xotaman nabiy edilar. Rasulimiz alayhisolatu vassalam olamdan o'tganda Jabroil alayhissalom aytgan ekanlar: "Endi men qaytib yerga tushmayman, magaram Allohning buyrug'i bilan tushaman" deganlar. Allohning buyrug'i bilan faqat qadr kechasi tushadilar. Va osmondan malaikalar, farishtalar tushadi. Uni sanog'ini hech kim bilmaydi azizlar. Qancha farishta tushishligini hech kim bilmaydi. Kitoblarda yozadiki, farishtalar Laylatul Qadr kechasi yer yuziga tushib shu qadar to'lib ketar ekanki, aytar ekan, bizga joy qolmadi deb. Suvlikka tushinglar der ekan, suvga ham tushar ekan. Unda ham joy qolmadi desa, ustma-ust bo'linglar deydi ekan. Shunday darajada farishta ko'p tushar ekan yer yuziga. Muslimun Qadr kechasida. Va Jabroil alayhissalom boshchiligida hamma farishta tushadi. Va shu kuni azizlar, Qadr kechasida qiyom qilib, duo qilib, Allohga iltijo qilgan bandalarning haqqiga mana shuncha sonli farishta duo qilib turadi. Nahotki endi mana shuncha imkoniyat bo'lgan kunda biz g'aflatda o'tkazsak. Oxirgi 10 kunlikni qidirish kerak. To'g'ri, 26 dan 27 ga o'tar kechasiga ko'p ulamolar ittifoq qilgan. O'sha mana tafsirning ichidan ba'zi bir ishoralarni topganlar, ba'zi sahobalar qasam bilan aytganlari bor. Ayni 26-27 ga o'tar kechasida biz qadr kechasini alomatini ko'rganmiz deydiganlar bor. Lekin payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam bizlarga buni oxirgi 10 kunligini hammasini bedor o'tkazardilar. Tabiiyki, mana shu kechada bizni 1 yillik taqdirimiz rejasi qabul qilinar ekan. Mana shu kechada bizga 1000 oy ibodatdan yaxshiroq, tushunyapsizmi? Xayrun min alfi shahr. Ya'ni 1000 oy boshimizni sajdaga qo'yib turmasdan qilinadigan ibodatdan yaxshiroq savob topamiz. Shuning uchun oxirgi 10 kunligida bunga e'tibor qilishimiz kerak, shu kunlarda imkon qadar. Va albatta bu kuni farishtalar tushadi. Shunday ekan, azizlar, bunga hozirdan tayyorlanaylik. Kech qolmagan holda qanday qilib tayyorlanamiz? Birinchidan, farishtalar pokizalikni yaxshi ko'radilar. Uyingizga Alloh taoloning mehmonlari kelyapti. Hovlilarni bir tozalab yig'ishtiraylik. Pokiza qilaylik. Farishtalarni kutib olishga. Va o'zimiz ham shunga tayyorlanaylik. Qadr kechasida bir-biringizni uyingizga to'planmang deb. Nima uchun aytaman? Chunki 4 ta odam to'plandimi, dunyo so'zi gapirilishni boshlaydi. Allohning bergan eng katta mana bunday xayrli narsasidan benasiblik boshlanadi va qolaversa, agar biz 4 ta 5 ta odam to'plansak, boring ana hech narsa gapirmaymiz, faqat zikrda, duoda o'tiramiz degan taqdiringizda xonadoningizdagi ayolingizni sizni mehmon qilishlik bilan ovora qilib, ayollarimizni zikrdan, tasbihdan to'xtatib qo'yamiz. Shuning uchun Qadr kechasida ayollarimiz ham bir ibodat qilishligi uchun imkoniyat beraylik azizlar. Bir oz dasturxon taomlarimizni yengillashtiraylik. Ayol kelin qizlarimizga ham oshxonaning ichida Qadr kechasini o'tkazib borishlikdan ehtiyot qilgan holda bir xonadonlarda ishtirok etib, ibodatda, toatda turishga imkoniyat beraylik. Axir
ularni ham qalbida duolari bor. Ular ham nimalarnidir so'raydi, nimalarnidir Allohga iltijolari bor. Ular ham banda sifatida istig'for aytadi. Shunday ekan, Qadr kechasi kuni bizlar boshqa bekorchi ishlardan o'zimizni saqlamoqligimiz lozim va lobud bo'ladi. Undan tashqari Rasulimiz alayhisolatu vassalamning hadislariga muvofiq u zot aytadilarki, "Man qoma laylatal qadri imanan va ihtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min dambihi" dedilar. Qarang, Imom Buxoriy rivoyat qilgan ushbu hadisda payg'ambarimiz alayhisalom kim Qadr kechasida iymon bilan, ihtisob bilan, ya'ni ixlos bilan tong ottirar ekan, Alloh azza va jalla uni avvalgi barcha gunohlarini kechirib yuboradi deb marhamat qildi. Shunday ekan azizlar, bu kechada ko'proq qiyom turishligimiz kerak. Imkon qadar ibodat bilan o'tkazishligimiz kerak. Qadr kechasida yana azizlar, farishtalar yer yuziga tushib hammasi qaytayotgan mahalda Jabroil alayhissalom aytarkan farishtalarga tong otganda, yuringlar qaytamiz deb. Hamma odamlarda shu kuni duosi qabul bo'lar ekan. Hamma duo qilganlarning duolari qabul bo'lar ekan. Gunohlari kechirilar ekan. Magaram 3 toifa insonning duosi qabul bo'lmaydi ekan. Bu birinchisi aql validayn, ota-onasiga oq bo'lgan. Ota-onasiga oq bo'lgan farzandni hatto Qadr kechasida ham mana shuncha sanog'ini Alloh biladigan farishtalar yer yuziga tushib duo qilganda ham qabul qilmas ekan azizlar. Ota-onangizni rozi qiling. Ularni bugun uzr ma'zur qiling. Ko'pchilik aytadiki, men deydi, ota-onamni deydi xafa qilmaganman deydi. Ota-onam menga qarab seni oq qildim demagan deb xursand bo'lamiz. Lekin ota-ona farzandiga qarab seni oq qildim deyishligi shart emas. Sizdan ranjib ko'zlariga tomchi yosh oldimi? Siz o'zingiz bilmagan holda oq bo'lgan farzandlar ro'yxatiga tushib qolaverasiz. Alloh saqlasin. Agar ota-onangiz sizdan ranjib yig'ladimi, siz ota-onasini oq qilganlar ro'yxatiga tushib qolasiz. Hatto men bir kitobda o'sha oq bo'luvchilar kimlar oq ro'yxatiga tushadi degan alohida ro'yxatni ko'rganman. Mana shundan bittasi ota-onasini g'iybat qilgan ham. Bilmasdan ota-onani g'iybat qilib qo'yish mumkin, ayoliga kirib yomonlab qo'yish mumkin. Onam bundoq qildi, otam buni. Shu kunlarda uzr ma'zur qilib oling. Ulardan kechirim so'rab oling. Otajon, onajon, bilib bilmasdan sizni ranjitib qo'ygan bo'lsam, meni kechiring deb roziliklarini oling. Va shu o'rinda men barcha ota-onalardan ham iltimos qilardimki, siz aziz ota-onalar, bag'ri keng, farzandlarni yaxshi ko'ruvchisiz. Farzandlaringizni erkalik bilan qilgan injiqliklarini kechirib qo'yinglar. Haqqiga duo qilinglar. Duosi qabul bo'lmaydigan bo'lib qolmasin. Yana duosi qabul bo'lmaydiganlardan bittasi qarindosh urug'idan yuz o'girib yuborganlar. Qoti'ur rahim, aloqasini uzib qo'yganlar. Ular ham bugun buni tiklab qo'ysin. Uchinchisi mudminul xamr, ya'ni mukkasidan aroq ichuvchi. Mana shu kunlarda ham mana shu ishni qilib turishligi o'ta og'ir jinoyat. Shunday ekan, biz nima uchun aytyapmiz? Sizni yaxshi ko'rganimizdan. Masalan, o'ylashi mumkin, nima bu domlalarimiz buni gapiryapti? Biz mo'min sifatida o'zimiz yaxshi ko'rgan narsani boshqaga ravo ko'rishimiz kerak. Shuning uchun biz o'ylardik, orzu qilamizki, yurtimizda duosi qabul bo'lmaydiganlardan hech kimi bo'lmasin. Aytyapmizki, siz ham, biz ham hammamiz bo'lishimiz mumkin bilmagan holda shu toifaning ichida. Shuni ehtiyotini qilib, hozirdan tayyorlanib, mana oxirgi 10 kunlikdamiz, inshaalloh harakatimizni qilaylik. Qadr kechasida ko'proq duolar qilish kerak. Qadr kechasi nima qilamiz deb so'raladi ko'pchilik. Qanday nima ibodatlar qilasiz? Bu yerda maqsad o'zi tong ottirish. Maxsus bir ibodat yo'q. Mana buni qiling, ana buni qiling yo'q. Man qoma deyaptilar payg'ambarimiz alayhisalom. Qoma degani uxlamasdan tong ottirish, ya'ni ibodat qilish. Duo qilasizmi? Tasbih aytasizmi? Qur'on o'qiysizmi? Nafl namoz o'qiysizmi? Qazo namoz o'qiysizmi? Nima qilsangiz qilingki, mana shu kunda faqatgina amal bilan, ezgulik bilan, xayri barakali ibodat bilan o'tkazing. Dunyo so'zlarini, g'iybatni, shu kuni bo'ladigan hamma bekorchi ishlarni bir chekkaga qo'yish kerak. Axir
365 kunni 364 kunini g'iybat bilan o'tkazdik-ku. Nahot shu bir kunini endi Alloh azza va jalla bizga bergan imkoniyat. Bu biz uchun-ku, o'zimiz uchun. Ana shuni qabul qilishligimiz, bir Allohni barakasi sifatida qabul qilishligimiz kerak. Shu nuqtai nazardan sizlarda men Qadr kechasida imkoni qadar foydalanib qolishinglarga chaqirib qolaman. Inshaalloh yana qaytarib aytamiz. Qadr kechasi oxirgi 10 kunlikka yashirilingan va juda ko'p alomatlari, ko'p ulamolarning ittifoqchiligi, katta buyuk sahobalarning ishoralariga qaraganda Ramazon oyini 26 dan 27 ga o'tar kechasi Laylatul Qadr ekanligiga ko'p hujjatlarni keltirganlar. Shuning uchun o'zi oxirgi 10 kunlikda yana ham e'tibor qilsak, mana shu 26 dan 27 ga o'tar kechasini bundan-da e'tiborliroq qilib o'tkazishga harakat qilamiz. Oysha onamiz so'ragan ekanlar: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, mabodo men Laylatul Qadr kechasini topib olsam nima deb duo qilay?" deganlarida Rasulimiz alayhisolatu vasallam duo qilishni o'rgatgan ekanlar. Aytadilarki: "Ey Oysha, agar sen Laylatul Qadr kechasini topib qolsang, quyidagi duoni qilgin. Allohumma innaka afuvun karimun va afu anni ya karim" deb aytish kerak. Ya'ni yo Rabbiy, sen af qilguvchisan, judayam kechirguvchisan, kechirishni yaxshi ko'rasan, meni gunohimni kechirgin deb so'raydi dedilar. Arabchasini bilmasangiz o'zbekchalab qilavering. Yo Rabbiy, sen juda kechirimli zotsan, af qiluvchi zotsan va af qilishni yaxshi ko'ruvchi zotsan, meni gunohlarimni kechirgin deb duo qiling. Va shu kuni xayr baraka so'rab duolar qiling.